Juda ham kulgili. Video olib internetga joylab pul topsa bo'ladimi? Bekorchida, boshqa ish yo'q. Shuning uchun shunaqa ishlar qiladi. Shunaqa gaplarni eshitsam-da, hech qachon to'xtamadim. Chiroyli uyim yo'q, iPhone telefonim yo'q deb bahona qilmadim. O'z ishimni sevganim uchun tinmasdan harakat qildim. Ota-onam, qaynonam duolari bilan, turmush o'rtog'im poddeshkalari bilan va sizlarning ishonchlaring bilan juda ham ko'p natijalarga va juda ham ko'p yutuqlarga erishdim. Hozirgi kunda o'z lichniy brendimga va 100 mingta auditoriyaga egaman. Hozir sizlar bilan yana bir yutug'imni bo'lishmoqchi.